Ramazon dasturxoni uchun retsept so'raganlar, sizlar kutgan video tayyor bo'ldi. Ko'pchiligiga ma'qul kelishi uchun 3 ta narsa hamyonbopligi, tez tayyor bo'lishi, mazasi og'izda qolishini hisobga oldim. Ishimizni birinchi Karoma videoda ko'rsatilgandek qaynatib olib, o'zinglarni kesib tashab, ikkiga bo'lib olishdan boshlaymiz. Laganga tuxumlarni chaqib, yaxshilab aralashtirib oldim. Skоворodkaga yog' solib qizdirib, karomi tuxumga botirib, ikki tarafini chiroyli qilib qizartirib olamiz. Keyingi qiladigan ishimiz karom ichiga o'rash uchun nachinkani tayyorlab olish bo'ladi. Qanaqa mahsulotlardan qanchadan tushganini kommentariyaga yozib qo'yaman. Nachinkaga umuman guruch solmadim. Agar guruch solganimda tez tayyor bo'lishiga xalaqit qilgan bo'lardi. Ana endi ishimizni ko'rinadigan joyi do'lmalarni chiroyli qilib tugib olishni boshlaymiz. Agar xohlasanglar shunaqa polfabrikat holatda xolodilnikga olib qo'yib, iftorlikka yaqin pishirib olsanglar bo'ladi. Keyingi ishimizda chiroyli qilib tugilgan do'lmalarni skоворodkaga ochilib ketmasligi uchun zich qilib taxlab olish bo'ladi. Skоворodkani gazga qo'yib, ustidan tomatli sous quyib, yarim stakan suv solib, tuz sepib, qopqog'ini yopamiz. Yarim soatdan keyin ochib, qirg'ich qilingan sir solib, 10 minutga dimlasa, ovqatimiz tayyor holatda bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, kamchiliklarni kommentariyaga yozib yuborasizlar.